Assalomu alaykum ko'katang bolalari. Sog' salomatmisiz? Charchamayapsizmi? O'qishlar, ishlar yaxshimi? Uydagilar hammasi sog'mi? Tovuqlar ham yaxshi boqayotgan bolalar uchun bugun biz xo'roz so'yib ularga ajabsandaday qilib pishirib bermoqchimiz. Qovurmoqchi emasmiz, sho'rva qilmoqchi emasmiz. Manti qozonda dimlab bermoqchimiz. Mana o'zlari hamma narsani tayyorlagan. Hozir joylab olovga qo'yishadi. Faqat ehtiyot bo'lingizlar, bolalar olovga yaqinlashmangizlar. Mana birinchi bo'lib bitta list qo'yiladi. Ko'kat sepamiz va petrushka sepamiz. Petrushka sepamiz. Kamroq siyrak qilib sepamiz. Keyin ustidan ikkinchi listni qo'yamiz. Xuddi shunday sepamiz. Bu osongina bolajonlar. Mazza qilib mana shunday sho'rvalar ichsanglar. Keyin ustidan tarvuzsoklar ichsanglar, sizlarday baquvvat, sizlarday bilimdon, sizlarday zukko, sizlarday sog'lom bolalar ko'paysin. Hamma narsani ishlatishni o'rganinglar, turlari bilan. Mana xo'roz so'yildimi, o'shani bulyonlari ichishlaring kerak. Bu pishgandan keyin tagiga bulyon beriladi. Salgina salat sepganmiz, lekin tomat unday narsalar sepmaymiz. Sap-sariq bulyon bo'ladi. Bo'ldi, shuning o'zi yetarli sizlar uchun bolajonlar. O'qishlaring a'lochi bo'lsin. Do'stlaring ko'paysin. Katta o'qishlarga o'qinglar. Chiroyli yigitlar bo'linglar. Aqlli qizlar bo'linglar, dono. Mana shu manti qozonlaringda ham kirlarni yaxshilab yuvinglar. Kir bo'layotgan ekan. Uzr, tomoshabinlar uzr. Bular ko'p ish qiladi, shu ulgurmayapti. Mana shunday holatda gazga qo'yib qo'yadi kattalar, kechgacha pishadi. Bolalar uchun yoqimli ishtaha, kattalar uchun ham yoqimli ishtaha. Bolajonlar, xayr, ko'katlarni ko'proq ekingizlar. Xayr.